Allo, assalomu alaykum. Nodiraxon opajonimiz salomatmisiz? Bugungi Shukrona ayyomlarni yaxshi kayfiyatlar ila o'tkazib olyapsizmi? Rahmat. Rahmat onajoningiz sog' salomat bo'lsin. Avvalambor biz sizni bugungi Allohimizga banda Tabibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga sevgili ummat bo'lgan Shukrona ayyomingiz ila muboraklar etamiz. Ayni damda Rahmat. sizni Urganch sohalar jamoasi kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan bezovta qilyapman. Siz bilan o'sha bu voqeani eng so'nggi boshlovchi Dimurobod bo'laman. O'zga qimmatli vaqtingizni olsam. Alo. Mumkin biroz Indamay qimmatli vaqtingizni olsam, opa? tushunmadim. Alo. Bizning jamoamiz nomiga sizni bugungi go'zal ayyomlar ila tabriklab, ajoyib va samimiy dilizxonlar kelib tushgan. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Mana shu ajoyib maktublar egasi aynan qay bir yaqiningiz, qaysi bir mehribon insoningiz bo'lishligi mumkin? Taxminingiz bormi? Dugonalarimni, nima, opalarim, opa-singillarimni. Aha, aynan qay biridan ko'proq kutyapsiz? Bilmasam. Mayli, sizni uzoq kutmayman. Albatta biz ham sizga shu maktublarni yo'llashda juda ham shoshilyapmiz. Oltin qizlar jamoasi tabriklaydi sizni bugungi nomlar ila tabriklab. Adashmasalaringiz to'g'rimi? Ha, dugonalarim. Aha, hamda ularga hamrohlik sifatida ularning orasida albatta Mo'g'uljon, Bunoja, Shahnozaxon, Sabohatxon, Irodaxon opalar va Dilrabo, Shahlo, Ma'rifat Surayyo, To'maris, Zarifaxon, Yulduzxon opalar sizni bugungi go'zal ayyomlar ila tabriklab, bizning jamoamiz nomiga eng samimiy rizqonlarni yo'llabdilar. Qarshi bo'lmasangiz, Oltin qizlar jamoasi nomidan ushbu go'zal tabrikni beraman. Rahmat. Eshitaman. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli va qimmatli bo'lgan, qadridan-da qadri baland bo'lgan mehribonim, dugonajonim. Avvalambor men sizni bugungi Allohimizga banda, Tabibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga suyukli ummat bo'lgan ayyomingiz ila muborakbod etaman. Bugungi muborak ayyom musafforinglarga to'lgan olamda eng shirin orzularni tilaymiz sizga. Chehrangiz hech qachon ham hasrat ko'rmasin. Go'zal hayotning barcha baxtli va ajoyib oylari aynan sizning kundalik hayotingizdan o'rin olsin. Ilohim, umringiz Baqara surasidek uzun, Ixlos surasidek sermazmun hamda Fotiha surasidek barakatli bo'lsin. Ilohim, Allohim sizni jannatga kiruvchi Kavsar suvdan ichguvchilar qatorida qilgan bo'lsin. Ikki dunyo saodatini nasib ro'za aylasin sizga. Inshaalloh farzandlaringiz rohatlarini rohatli kunlarda rohatlanib ko'rmoqlik vaqti sizga nasib ro'za aylasin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz, to'g'ri. Buni ko'p ham ayta olmasligimiz mumkin, lekin agarda shoirlar bizni qo'limizga qalam berib bizga she'r yozishni o'rgatsalar hamki sizning mehringizni ushbu ojiz so'zlarim ila ta'riflay olmaymiz. Har doimo sog' salomat bo'ling, dunyo turguncha deya sizga yana bitta ajoyib samimiy she'riy dilizxonlarni ham yo'llabdilar. Qarshi bo'lmasangiz mana tilaklarni sizga o'qib eshitiraman. Rahmat kattakon. Jonimdan olingan bir bo'lagimsan, seni menga bergan Robbimga shukr. Goh opam, goh singlim, eng keragimsan. Shunchaki borliging uchun tashakkur. Dunyoga sig'masam, bag'ringga olding, har doim yonimda bo'lgandek tur. Hamma tark etsa ham men bilan qolding. Shunchaki borliging uchun tashakkur. Xatolar oynasin yuzimga burmay, dushmanim safida do'st bo'lib turmay, har doimo hatto o'zing o'ylamay, shunchaki borliging uchun tashakkur.
do'st desam, do'stlikdan ortiq sen ishon. Yoningda shunchalar turaman mag'rur, qalbimda hech qachon bo'lmagan gumon. Shunchaki borliging uchun tashakkur. deya bizning jamoamiz nomiga u samimiy tilak va istaklarini yo'llagan so'zni dunyolarcha sevib bardoqlovchi albatta kim oltin qizlar jamoasiga jamoamiz nomidan minnatdorchilik izhor etib qolamiz. Ularni sizga bildirgan tilak va istaklari Allohimiz dargohida ijobat bo'lishigini tilagan holda, istagan holda ayni damda ijodiy jamoamiz tomonidan ushbu suhbatimiz yozib olinmoqda. Marhamat, sizni ham dugonalaringizga tilak va istaklaringiz bo'lsa eshitamiz siz opajon. Rahmat sizdan. Oltin qizlar jamoasidagi hamma akalarima, dugonalarimga katta rahmat aytaman e'tiborlari uchun. Bundan sog' salomat bo'linglar. Ko'p yillar birgalikda ishlab shunday axir bo'lib yuraverganimizdan rahmat katta mayda. O'zingizmi bu hollarni? Yo'q. Voz ketib bo'ldi. Oz bo'lsa-da xursand bo'ldingizmi? Albatta. Rahmat katakon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Sizni bugungi go'zal ayyomlarda quvanchingizga oz bo'lsa-da sherik bo'la olgan bo'lsak, bag'oyatda xursand va boshimiz osmonga yetdi. Har doimo xalqimizni sevinchli kunlarga sherik bo'lish, ularning quvonchiga yanada quvonch qo'shish bizlarga ham nasib ro'za aylasin ilohim deya siz bilan albatta kim Urganch sog'alar jamoasi kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi eng sevimli bosh ostida nurabaxt bo'ldi. Ammo bo'ling deymiz. Rahmat katta. Rahmat katakon. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, yaxshi. Rahmat. Go'zal dugonalarimiz, asal dugonalarimiz, bir-birimiz ko'rmasak, kasal dugonalarimiz. Bir-birimiz ko'rmasak, kasal dugonalarimiz. La 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 Alo dugoshjon, nima qilyapsan o'zi? U bu joyga boraylik, zerikdi odam rosa. Yoru jonimdan biroz hasratu dardlarim bor, yana boshqa orzumos, senga zo'r gaplarim bor. Ko'risharmiz bir zumda, suhbatimiz qiziydi. Mana shunday dugonalar jon berishga arziydi. Go'zal dugonalarimiz, asal dugonalarimiz, bir-birimiz ko'rmasak, kasal dugonalarimiz. Go'zal dugonalarimiz, asal dugonalarimiz, bir-birimiz ko'rmasak, kasal dugonalarimiz. La 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 moda bilan yashaymiz, yo'q buni bilmaganlar. Kuyib yonsin ey bizni ko'rolmaganlar. Borar manzilimiz ko'p, hamma yaxshi joylardir. Yana o'sha g'iybatchi ortimizdan poylardir. Ko'risharmiz bir zumda, suhbatimiz qiziydi. Mana shunday dugonalar jon berishga arziydi. Go'zal dugonalarimiz, asal dugonalarimiz, bir-birimiz ko'rmasak, kasal dugonalarimiz. Go'zal dugonalarimiz, asal dugonalarimiz, bir-birimiz ko'rmasak, kasal dugonalarimiz. La 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 la